Bu görüp turganlarınız Xiva Medical'ın diplomu. Xiva Medical diplomuna Xiva Medical'da okup durup alışlarınız mümkün. Bu diplom bilan sizler xohlagan yerlaringizga işe girip bilasizlar. Xiva Texnikum'un en üstün yeri Germaniyaga borib o'qib kelishlaringiz mumkin. Bu nishab nom asosida nishab bo'lishini hozir domlalarına, o'quvchilarga savol berib bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Mening ismim Mardon Abdullayeva. Xiva Medical Texnikumda psixolog bo'lib ishlayman. Bu yerda ish faoliyatimda birinchi navbatda ichki nizolarni oldini olish, o'quvchilarga yaxshi tarbiya berish, Medical Texnikumimizni ochilishidan ko'p bo'lmasdan bizlarda yaxshi o'zgarishlar bo'lib turibdi. O'quvchilarimiz yaxshi natijalarga erishib turibdi. Texnikumni tugatganlaridan keyin bularga 3 yillik Medical Texnikum diplomi beriladi. Bularda bizda 4 ta yo'nalishimiz bor. Hemşirelik işi, farmatsiya işi ve felçerlik işleri var. Adım Asuda. Space gruppada okuyman. Okuş zor, anatomiya, latin dili. O'qituvchilarim ajoyib. Siz Bağat'tan gelip okutursunuz bu yerda, doğru? 3 yil o'qib berni bitirib Germaniya borish. Bu yerda shartnomasi bor. Bu ikki navbanak 3 yil yariydi ekan. Xudo xolasa 3 yil borib Germaniya borib ishlab kelish niyatim bor. Medical Texnikum'un 4-etaji uzun koridorga yeten hozir halan bir auditoriyamıza girip doполнительный savollarni berib tashlaymiz. Yuringlar. Familiyam Atacanova, ismim Nazira. Xiva Medical Texnikumida anatomiya fanidan ham valiologiya fanidan dars o'taman. Gipokrat qasam hakkında ozgina tushuntirib bersangiz. Xiva Medical Texnikumuna girgan har bir talaba Gipokrat qasamyodini qabul qiladi. Bu qasamyodda ular bemorlarga yordam berishadi, qo'lundan kelincha ular qasamyod qiladi. Shu ignan kiygan oq xalatini dog' tushirmaslikka harakat qiladi. Men adım Kamoljonova Mushtariy. Men hozirda Xiva Medical Texnikumi 1-kurs talabasiman. Bu yo'nalishni 3 yildan keyin Toshkentdagi farmatsiya institutida tahsil olacakman. Men adım Rajabboya Mohira. Xiva Medical Texnikumini 104-guruh hemşirelik yo'nalishida o'qiyman. Bizlarga yaratib bergan sharoitlari yaxshi, bilim darajalari yaxshi. Keyingi orzularim institutdan yana harakat etib topshirib, iloji boricha doktor bo'lishga harakat etaman. O'qishimizni o'zindan nemis tilidan tayyorlab berib turibdilar. Yeni gruppa ochilgan. Germaniyaga borib $3000 oylik beradilar. Ishimiz bo'yicha, shuning uchun bizlar ham qiziqib qoldik. Sakinlik hamma gruppalarda ders bo'lib turibdi. Bunda felçerlik gruppasi bor ekan, bunda hemşirelik. Men ismim Otajon Akamolat. Men Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining oliy hemşirelik ish yo'nalishi bo'yicha tahsil olganman. Men hozirda Xiva Medical Texnikumida hemşirelik ish fanidan dars berib kelmoqdaman. Men bu yerda talabalarga hemşirelik ishi fanidan ham nazariy, ham amaliy bilimlarni va turli xil, ya'ni amaliyotda qilish kerak bo'lgan, ya'ni bemorning hayoti uchun zarur bo'lgan turli xil amaliy ko'nikmalarni o'quvchilarga o'rgatib kelmoqdaman. O'quvchilar asosan Yangiariq, Xonqa, Gurlan, Bog'ot tumanlaridan o'quvchilarimiz kelib tahsil olib kelmoqda va boshqa bir viloyatlardan ham o'quvchilarimiz kelib bizlarda tahsil olmoqda. Xiva Medical Texnikumda nafaqat bilim olishlaringiz mumkin, kuchli networking ham bor. Ana shunda sababda bir vaqt o'zida 600 dona bola tahsil oladi, 600 dona o'g'il qiz tahsil oladi. Shuning uchun hammalaringizga tavsiya etamiz, kelib o'qib ko'ringlar. Asaman ketdim, bam bum bam bam.